Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiki mazmun miras meselelerini şu usulunu qanday chiqaramiz. Yani biz shibak mavaris bunday yozib olgandan keyin sen uningki ulushni Qur'on belgilab bergan bo'g'ashqa Alloh taolo manjidan 1, 2dan 1, 4dan 1, 6dan 1, 3dan 2 deb yozib olsak bo'ldi oson. Endi bu yerga biz cho'qim mushsallar ko'paysak bu yerda kasr son chiqmay butun son chiqadigan bir sonni yerga tepishimiz kerak. Asli masalani tepishimiz kerak. Bu son bek cho'ng kesmaydi, eng kichik bo'lishi kerak. Ammo shuni qanday topamiz desa, qoida zahabiyya deydigan aslida bir qoida bor. Biz buni ilgili ders degandek fariq avval fariq nisf fariq sani fariq sudus deb arib olgan. Fariq avval desak bo'ldi, fariq nisf desak bo'ldi. 2dan 1, 4dan 1, 8dan 1, mavla 6dan 1, 3dan 1, 3dan 2. Am buningki qoidasi bundaq. Qaraymiz bu yerga. Maviyaga qaraymiz. Mushad biz yozib olgan furud muqaddara. Ularning hammasi birinchi guruhdan bo'lsa, bu chog'da asl masala eng cho'ng maqam, yani biz maqam deymiz, mahraj, uyg'urcha mahraj, arabcha maqam. Shuni qarab, shuni olamiz. Masalan, 8dan 1, 2dan 1 bu har ikkalisi fariqul avval birinchi guruh yoki fariqul nisf. Shunga eng cho'ng mahraj 8. 8 esa bu asl masala bo'ldi. Mana ko'paytimiz, mana 8 ni 2dan 1 ko'paytimiz, mana yozamiz. Ana degan va ishib qolgan nima asaba bo'ladi. Uni olamiz o'rganamiz inshaalloh. Hozir gap mashadiki mushu sonni tepish. Ham ikkinchisi agar mushadikininki furud muqaddar hammasi ikkinchi guruhdan bo'lib qolsa, birinchi qatam qilgan o'xshash eng cho'ng maqam yoki mahrajni olamiz. Masalan 3dan 2, 6dan 1, ikkinchi guruhdan bo'lganligi uchun fariq sani yoki fariq sudus bo'lganligi uchun eng cho'ng mahraj maqamni olsak 6. Asli masala 6 deb yozib olamiz bu bak ason. Ammo ikkisi aralashib ketgan bo'lsa, bu 3 xil ahvol bor. Agar aralashib ketgani ikkinchi guruh bilan 6dan 1 guruh bilan 6dan 1, 3dan 1, 3dan 2 bilan birasi bilan yoki hammasi bilan yoki ikkisi bilan mushu 2dan 1 birga kelib qolgan bo'lsa, faqat 2dan 1 bo'lsa, u chog'da bevosita 6 deb yozib olamiz. Chunki 6 degan 3 ga bo'lindi, 6 ga bo'lindi. Agar 3dan 1, 6dan 1 guruhdagi 3dan 2 degan guruh mualla bilan 4dan 1 kelib qolsa bevosita 12 yozamiz. Yoki 6 degan tuxum yani 13 yozamiz. Endi mana 6dan 1 guruh bilan ikkinchi guruh bilan mana ikkinchi guruh masalan. Ikkinchi guruh bilan birinchi guruhga bir kelib qolgan bo'lsa, 8dan 1 bo'lib qolsa, 8dan 1 kelib qolsa, 2dan 1, 4dan 1, 8dan 1 to'g'ri. 8dan 1 kelib qolsa bevosita 8 degan sonni ko'rgandan keyin 24 ni yozib olamiz. Mana shu qoida zahabiyya bo'ladi. Hamda ashabul furudni 12 odam dedik, 12 odam. Bularning hammasi 11-oyatda Sura Nisa 12-176-oyat tilga olingan yuqori deb o'tgandek. 8 ayol 4 er. Ondan keyin asaba bin nafs degan gap bor. Asaba bin nafs ashabul furudin keyin yani avval mirasni ashabul furudga birimiz Qur'on Karim tilga olingan miqdor bo'yicha. Ondan keyin bir narsa ishib qolsa, shu payg'ambar alayhisolamning hadisi va alhaqul faraida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar. Faraizlarni yani mirasni egillarga beringlar, ishib qolgancha fama baqiya fali awla rajulin zakar. Awla rajulin zakar degani aqrab rajulin zakar. Shu mitqa tuqqandachilik eng yaqin bo'lgan zakar tuqqaniga beringlar deymiz. Endi bular 12 tuqqandan iborat ibn ab abul ab. Mana biz jihatul bunuva jihatul ubuva deymiz. Qarasanglar mana ibn deb yozib o'tib abul ab deb keldi. Ya'ni jihatul bunuva aqwa min jihatul ubuva. Balasi basni o'g'li deganlar madasdan yiqroq bo'ldi. Masalan, mirasni taqtib bo'ldik.
aldı bilen ashabul furudqa bana işip kaldı. Meselede oğlum ba dadısın ba bolsa oğul baletde işip kalganını dadısı alamaydı. Uç tertip hıcadlı vasanlar buldu. Yak bulmasa cihatul bunu ve aqwa min cihatul ubuva deb tutvasanlar buldu sonda. Hem birinciden cihatul bunu ve en güçlük, onundan keyin cihatul ubuva güçlük, onundan keyin cihatul uhuva güçlük. Cihatul uhuva içidem yana akh shaqiq ibn akh shaqiq mavla akhli ab ibn akhli ab malardan küçük buldu. Onundan keyin cihatul umuma deymiz bunu. Cihatul umuma. Mesela cihatul uhuva malardan küçük buldu. Yani meselede akh shaqiq bolsa, meyitine oğul kırınış bolsa, dadısı bir, apsı bir oğul kırınış bolsa, ya ki apsı başka bolsa mı ölük bilen, ya ki hayat adamına ölük bilen demekçi. İkisine münasebetini gidiyoruz. Şimdi anısı başka dadısı bir bolsa mı? Mavu uhuva umumadan güçlük buludu. Mesela akh shaqiq bolsa, am shaqiq bolsa, meyitninki işip kalganını akh shaqiq birimiz manada alamaydı. Kurup kaldı degan gap. Şularni asaba bin nafs deymiz. Çünkü ağzımızda asaba ma'al gayr, asaba bil gayr deydigan mazmunlar var. Şunu farqlanish uchun asaba bin nafs deymiz bularni. Bu asaba mı bu muğnem de işip kalgan ruh tuqqanlari ne buldu? Havaşi zavil arham buludu. Meselede ashabul furud ve asabat boğan ahvalasında ular miras alamaydı. Eğer ular bulmasa andan dekin miras alaydı. Onun henurun kaydır ba.